Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana bugun 2025-yil 6-noyabr Toshkent shahar aeroport oldida boshlagan ishimiz yakuniga yetdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerga chugun qozonimiz bo'ldi, 50 talik. Yoniga 22 talik alyumin qozon bo'ldi. Joyimiz kichkinaligini hisobiga shu 70 ga joy tushdi. Joyimiz kichkinaligini hisobiga gazimizni ikki ko'zligini oldik. Ko'rsatib o'tasizlar operator. Mana italyanskiy. Bu yerga moykamiz bo'ldi 60 talik. Yoqqanmiz, kam расход, ekonomishni. O'ylangandan navisalarni qoraytirmaydi. Xudo xolasa behijolat murojaat qilishingiz mumkin. Mana yoqqanmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tortaman. Xudo xolasa o'ta go'zal. Qozonga o't tegishini ham ko'rsatib qo'ying. Mana eshiklarimiz ham oynali, zerkarali. Mana tagi podacha vozdухli. Eshikni o'chib o'tirmaysizlar. Mana qilib ko'pchilik eshikni o'chib turib yoqadi. Buni o'chish shart emas. Mana aqa-baqa surilsa o'zi o'chilib yoqadi. Mana buni ham yoqqanmiz, katta qozon. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tortaman. Xudo xolasa o'ta go'zal. Kam расход ekonomishni. Qozonga o't tegishini buni ham mana suvimiz ham qaynashi kelib qoldi. Murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyagacha xizmatlarimiz bor. Albatta narx kelishilgan holatda. Yo'qsa like bo'lsa obuna bo'lishni unutmang. Bundan-da chiroyli ishlarimizni, dizaynerlarimizni qo'yib boramiz. Xudo xolasa bir haftadan keyin kelib kafilini teramiz. Uni ham video obzorini qilamiz, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shu videoni o'sha odamga jo'natib qo'yasizlar. Like tirs bo'lishni unutmang. Obuna qo'yish, asosiy obuna qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.